kanaliga obunani bosib hushyor o'tirgan akalarimiz uchun mana sizlarga 2017-yil haqiqiy toza jendira ikkita kalinkada kraskasi bor ekan, hozir qolgan joyi xudo xohlasa top-toza ekan. Narxni sirazi aytaysizga, shuni telefon qilib, ota-ona bilan maslahatlashib, telefonni qilib, barakani shunday sirazi qilib yuboradigan darajada hozir sizga men buni obzor qilib beraman qadrdon. Narxi 2017 Hop, 3-paysa avtomat Gentra 6950 uzul kesil kami yo'q degan joyiga qo'yibman qadrdonlar. 7200 kam bor deb qo'yib bering deb yo'q dedim, 6950 qo'yaylik, menga ham ochko bo'lsin. Kelgan odam, olgan odam shunday sirazi olib ketsa mashinangizni. Bunaqa kosmetikalari bor ekan, bagaj bo'lgan ekan mashinalari, ya'ni yoshlarida shu kosmetikalarni qilib olsin, shu olgan odamga ham juda qimmat kutmasin dedim. Lekin suylar pechat ikkita mana shu kalinkani sepilgan ekan, xolos qolgan joyi xudo xohlasa top-toza mashina. Shu yengil kosmetikasi bor. Probegi zo'r, probegi ham xudo xohlasa yaxshi, start stoplarda ekan mashina mana. Yarimta kalkka bosib o'tadi. 245 ming kilometr yurgan mashina. Mana shu chexollarini bitta yangilab, shu yengil kosmetikalarni qilib olish kerak. Bo'ldi qadrdonlar. Juda mashina bir katta nimasi yo'q, ishi yo'q. Chiroyli paydaroqqa yengil kosmetika. Xudo xolasa yaxshi mashina o'qib yurgan bo'lsalaring, mana sizlarga premium dehqondan faqatgina mashinani оформление qilib olish sharti bilan sotiladigan, shu uchun $6950 срочныйga bosib o'rlayapti. Shu turgan odamlar bo'lsa, kanalimiz obunachilardan bo'lsa, mana sizlarga qadrdonlar olinglar. Ko'p paketlar, propallarigacha bor. 3-paysa avtomat 2017-yil. Generatorasi yo'q ekan, sababi o'zlari generalda ekan, generaldan faqatgina оформление qilib bera olishar edi ekan. Aka, qancha yurgansizlar bunda? Qancha vaqtdan beri yuribsizlar bunda? 1,5 yildan beri o'zlaring xudo xolasa yaxshi yuribsizlar. Yaxshi. 1,5 yildan beri o'zlari o'shan asal aylab bunda yurishdi ekan. 2017 245 ming yurgan, kraskasi ikkita kalinkada bor, svet mokriy asfalt. Narxi $6950, eng oxirgi bo'ladigan narxi. Shuni telefonda videoni ko'rasizda, siras telefonni qilib barakani qo'yasiz. Hamma bilan maslahat qilib chiqib bosaverasizlar. Xo'p, evakuatorlar qo'yib qo'yishibdi. Tez monitor, tablot berilgan avtomat korobka, Gentra zagan obunachilar bo'lsa, mana sizlarga turgan adreslaringiz qaysi tomon aka? Bu yerda Poshshopirim bo'ladimi? Bu yerda Poshshopirimda turibdi. Bosinglar bo'lmasa, talakslardan